oddiy tonalka. Rejumela BB'si. Hech narsa yo'q. Bu tonalli krem endi meni qo'limda. Endi sinab ko'ramiz. Haqiqatan o'sha videodagidek effekt ko'rsatib beradimi yoki-da yo'q. O'zimni yarmiga oddiy boshqa tonalka ishlatdim, yarmiga esa Rejumela BB'sini ishlatdim. Qizlar, BB kremni shunaqangi surtganimda o'zi teksturasi shunaqa muloyim ekan, yuzimga birdaniga yotdi, hech qanaqa yig'ilib qolmadi. Quruq yog'li yuzlarga ham bir xilda tushib ketadi. Bu BB kremga ham hech qanaqa sponj kerak emas ekan, qo'lda o'zi surtganida silliq bo'lib turdi, yig'ilib ham qolmas ekan. Issiq kunda oqib ham ketmaydi, yuzinglarni terlatib bormas ekan. Bu BB kremda feshkasi yuzinglarda ozgina qurish kerak ekan 10 minutcha. Endi testimizdan o'tkazib ko'ramiz. Vau, qizlar, ko'ryapsizlarmi? Hech qanaqa yo'qib qolmadi. Men ham sizlarga o'xshab boshida umuman ishonmagan edim. Ayniqsa hijobli opa-singillarimizga ideal tonalli krem ekan, endi ro'molinglarga umuman yo'qib qolmaydi. Eng yomon tarafi bu BB kremda ham arzonchi podelka variantini ishlab chiqarishibdi. Faqat originalni Nusi Cosmetics'dan, ya'ni mendan topsanglar bo'ladi. Oradan 2 soat o'tdi. 2 soatdan keyin tonalkaning ahvolini qaranglar, yig'ilib, dabdalasi chiqdi. Lekin Rejumela BB kremi o'z holatini umuman yo'qotmadi. Yig'ilmasdan chotga turib berdi. Bu BB kremi soni juda ham kam. Zakaz qilish uchun faqatgina menga Telegramdan yozing. Va Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Yangi kelgan tovarlarimni shu Telegram kanalimga birinchi bo'lib qo'yaman.